Kim bor? Assalomu alaykum, keling. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Roza edim, rozani ochib ketsam bo'ladimi shu yerda? Ovuzni ochib ketsam. Keling, bemalol keling. Ya bismillah. Tak uka bir mayak bo'rak berasizmi? Xo'p, hozir olib kelaman. Olavering, yaqin ishtaman. Rahmat uka, mayak bo'ragim juda shirin ekan lekin, malades zo'r ekan. Tak, bizdan necha so'm bo'ldi ekan? Uka, 1 so'm pulimiz kerak emas. Bizda roza oyida har kun bitta odamga 1 porsiya mayak bo'rak beryapmiz roza oyida. Rahmat deb bo'lmasa uka, rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Bo'lmasa men turaman. Keyin adresni aytib qo'yasizmi? Qolgan odamlar keladigan bo'lsa, adresni tushuntirib bering. Mayli, rahmat sizga. Mana bu tarafdan kelganda Svetlana bozor, Svetlana bozordan shunday o'tasiz, Mir apteka bor. Shuning ro'parasida. Bemalol kelaverasizlar, roza oyida bitta odamga har kuni bepul mayak bo'rak 1 porsiya.